Assalomu alaykum sizlar bilan men Minecraft to'g'ri ovozim bo'z bo'lgan uzr. Sizlar bugungi videoda men haqiqiy Minecraft qanday qilib o'tkazishni ko'rsataman. Ya'ni Bedrock versiyasi. Mana men o'tkazib olganman. Ko'rib turibsizlar. Mana sizlar Telegramga kirasiz. Va albatta bu yerga kirib Storeroom Misty bosasiz. Bizga xuddi shu gruppa shunaqa chapkaga kirib mashinani topib qo'yishingiz kerak. Biz bundan Storeroomga kirib fayllar topasiz. Undan pastroqqa tushasiz. Mana bu yerda esa mana shu yerda esa eng so'nggi versiyasi bor. Albatta kim xohlasa mana bu 70 versiyasi ham bor, ko'rib turibsizlar. Yana kimdir xohlasa albatta xohlasa 41 versiyasi, ya'ni bir nuqta o'zining ham bor. Agar kimdir bulardan kam bo'lsa, yo'q maydi degan bo'lsa, shu atrofda vetasi ham bor edi. Da qayerdadir bilmayman. Men vetasini saqlanib qolib olganman. Bu yerda ham ko'proq modlar ham bor. Do'stlar, bu videomiz shu yerda tugaydi. Keyingi video qiz o'yin bilan bo'lsin. Delis, Gami, mana bu qanaqadir o'yin. Minecraft, kichkina Minecraft bilan bo'lsin. Qaysi biri bilan istaganlaringizni kommentlarda yozib qoldiring. Do'stlar, laykalaringiz va podpiskalaringizni ayamang. Sizlar bilan men Minecraft kanali bo'ldi. Hammaga xayr. Bu 100% o'xshaydi. O'zim saqlanib qilib o'rganman.